Şinjan Abida Kasbiy pay cheklik şirketi strategik hamkorlashgan. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bir onaning quchqidagi allini mehr buloqlari bilan oziqlantirishidan tortib, sovuqda qolgan qo'lchoqlarning bo'yin boshlarigacha silashlarigacha. Bo'ronda o'rilgan mayslarning tuyiga to'pilashdan tortib, ussab chanqigan sularni olqonlari bilan sug'urishgacha, ularning jismida, ro'yida, tiniqida her qadamlarda ifodalandigani muhabbat, ana muhabbati. Xo'sh, undaqda Nijot Valiyev riyosatchiligidagi o'zgacha tam tetqullar bilan har millat iste'molchilar tarafidan olqishga erishib kelayotgan Şinjan o'zchin yemaklik taraqqiyot so'lchaklik shirkati tojdorligini olgan Ani hikoyasi programmamizda bugun biz qaysi mehmonimiz bilan uning hikoyasiga quloq solganimiz. Balkim biz bilan birlikda hikoyani anglashga aldirayotgan bo'lishinglar mumkin. Qanundaqda bizning bugungi sonimizga taklif etgan Parvishkor ona bilan tanishib chiqaylik. Albatta, biz bugungi programmamizga taklif etgan ona bilan birlikda uning hikoyasiga quloq solishdan ilgari bugungi programmamizda yana hurmat taxtidan o'rin olayotgan 3 nafar suyumli mehmonimiz bilan tanishib chiqishni to'g'ri topdik. Oldi bilan maylangi tanishtirib o'tmoqchi bo'lganimiz biz intayin yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan alga tunishliq san'at ma'rifchisi, professor, usul ishligichi, aspirant yetakchi, shunaqla hammalarning faxrlik san'atkorimiz Mehrigul Ahmad xonim, Didor G'animat, xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Naqshi usul o'mikining alga tonilgan birga mayir ko'pga qodir san'atkori bizning faxrlik bugungi aziz mehmonimiz Asqar Rayhib apandim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Radyo Kino Televiziya idorasining atog'liq rejissyori, algi tanilgan kulki cho'lpinimiz, shunaqla bizning ko'p qirliq san'atkorimiz, aktyorimiz, jumladan navbatma riyosatchilik qilayotgan Ani hikoyasi programmasining ro'yobga chiqaruvchisi, film ishliguvchisi Xosiyat Qurbon xonim, Didor G'animat, xush kelibsiz. Xo'sh ko'rman do'stlar, biz bugungi mehmonimizni Parvishkor ona nomi bilan sahnamizga taklif etib oldik. Undaqda bu Parvishkor onaga nima uchun mana shuningdek chiroyli bir hurmat nomini berganimiz? Oldi bilan Aynura xonim bilan tanishib chiqaylik. O'zingiz bir tanishtirib o'tsangiz. Salam ekran oldidagi azizlar, salam aziz mehmonlar. Men Parvishkor yashananlarni kutish mulozimat shirkatining quruvchisi Aynur xonimdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Siz Aynurda, oldi bilan sizning bugungi programmamizga vaqt chiqarib, qadam tashirib qolganingizdan xursand bo'ldik. Balkim programmamizni ilgari ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ani hikoyasi programmamiz ko'rinishga ilinib yaqinqi mazgillarda taqdirlash jarayonida nurg'un har millat ko'rmanlarimizning yoqtirishiga muyassar bo'ldi. Chunki programmamizda nihoyatda qaysar bo'lgan, nihoyatda ijtihodli bo'lgan, tirishchan bo'lgan, vafodor bo'lgan, suyumlik onalarimiz o'zining hikoyasini biz bilan o'rtoqlashdi. Hattoki ularning g'oyalarining arlarni besib tushadigan jasorati bizni intayin ta'sirlantirdi, yuraklarimizga o'rnab ketdi. Menimcha, bugungi programmamizda sizni taklif qilishlik sababimiz bo'lsa, sizning parvishkorlikdan iborat mana shu bir suyumli kasb bilan shug'ullanganligingiz. Chunki hozirgidek xizmatimiz kundan-kunga aldirash bo'layotgan ota-onalar o'zining farzandlariga yetarlik vaqtini ajratolmayotgan, hatto farzandlarning xizmat sababidan, o'zining turmushi sababidan ota-onasiga vafodorlikni yetkazib bo'lolmayotgan bu shunday bir aldirashchilik elikida parvishkorlikdan iborat nihoyat suyumli bir kasb, oiladagi mana shu kamchilikni to'liqlaydigan nihoyat yaxshi bir ish bo'lib to'shonlashqa menimcha sizning shug'ullanayotgan kasbingiz nurg'un do'stlarimiz ehtiyojli bo'lgan shunaqla barakalloh aytadigan yaxshi kasb. Albatta parvishkorlik aytmoqqa nihoyat yiqimli anglanadigan bir kasb bo'lgani bilan menimcha o'g'anchada uning kaynida o'ziga tushliq xilili zo'r jafosi bor. Chunki bu o'z bilan hech qanday qandoshlik munosabat bo'lmagan farzandlarning, bolalarning va yoki ota-onalarning, buvay mo'maylarning oldin xabar oladigan bir xizmat. Gayda farzand bo'lgan bizmi ota-onamizning ko'ngildagini tep bulanmay, nima demoqchi o'g'ini bilib bulanmay, charchab qoladigan, yerib qoladigan, ko'nglimdagini tap degan ishlarga uchrab qolganimizda dilg'ul bo'lib ketadigan ahvollar bo'ldi. Sizlarga abayli uchraydi deyman. Shundoq bizga undaq ahvollar nurg'un uchraydi. Undaqda nimishqa mushunchalar jiq kasblarning ichidan parvishkorlik degan bir kasbga o'zingizning zehningizni berishni o'ylab qoldingiz. Bu savolni yaxshi so'radingiz. Bunu qilishda menga endi cho'ng turtki bo'lgan ikki masala bor. Endi birisi haqiqatan menmi o'zim uyimda biz 6 bola. Apam o'zi yolg'iz, dadam olamdan o'tganlay buni 10 necha yil bo'ldi. Yana birisi endi ba'zi turmushninki qattiqchiligi,
yana ba'zida bir ishlarni qilishga iqtisodiy tarafdan va boshqa taraflardan ham qiyinchiliklar sabablikmi ba'zi ishlarga majbur bo'ldik ekanmiz. Hamda asosliq bu kasbga mening kirib qilishim biz uyda 6 bola, opam o'zi yolg'iz. Shu 6 bola bir onani vaqtdan vaqtimiz haqiqatan chiqmay qoldi. Shu sabablik shuningdan shu kasbni tutishim sabab bo'lsa, yana birsi endi men hamma uyda farzandlar bo'ldi-ku, mening 2 bolam bor. Cho'ng qizim 4 yoshga kirgan vaqtida bir hodisga uchrab qoldi. Shu hodisga uchragandan keyin endi cho'ng qiz o qizimni davolatishga nurg'un iqtisodiy jihatdan ham qiyinchiliklarga uchraymiz. 2 odamning maoshi bilan uning nurg'un iqtisodiy chiqim ketadi. Shu sabablik men shu 2 sabablik men shu kasbni tutgan desam bo'ldi. Ha, demak, qizingizning hodisiga uchrashi sizning shu hodisida bulanmay qolganligingiz sababidan vijdon azoblanib mushsaga yurish qilganmi va yoki shuningdan keyingi davolatish jarayonida iqtisod sababidan ozroq mablag' kerak bo'lib, men bir ishni tutsam bo'g'dak deb bu yo'lga manganman. Albatta men vijdon azobi tatdim. Endi bu qizim o hodisaga uchragandan keyin men qattiq pushaymon qildim. Endi o chaqda men ikkinchi bolamga eg'rayaptim. Qizimni doktorxonaga elib boray desam, salomatlik tekshirtish uchun endi ikkinchi bolam qo'zqimda 6 oylik bo'lgan mezgilda. Doktorxonaga olib ketay desam, qolaysiz bo'ldi ekan. Cho'ng qizim 4 yosh vaqti. Qizim opa menim ag'ash ketang desa, men unimay qo'yib qo'yibdiman. Qo'yib qo'yib doktorxonaga berib, kelsam u hodisaga uchrab bo'pti. Uchrab bo'lgandan keyin men bak qattiq pushaymon qildim. Hozir hammamizning ko'ngil bo'layotganimiz shu singlimiz hozir yaxshidir salomatligi. Salomatlik yaxshi haqiqatan. Endi u chaqdagi hissiyotimni desam, bek og'riydi haqiqatan. Endi ko'nglim bek yerim bo'ldi, bek afsuslanaman, bek pushaymon qilman. Endi shu qizimni shu kuni men bil doktorxonaga olib ketgan bo'lsam, endi onchilik bek japalanım tatması oğuytum. Ve ya uyda bir pervişkar boğan bolsa? Bir pervişkar boğan bolsa, şu pervişkar qop qo'ygan bolsam, müşahadislarga uçurması oğaydı deyip, ben qattiq pushaymon qildim. Ben çoğum qizimning qulini ben davolab saqaytaman go degan bir ideya bilanmi, endi shu kasbni tutum desam, qarab mandim desam bo'ldi. Amaliyotda abim siz dediniz 6 bola bor uyda deb. 6 bolaning bir apsıga qarab bulanmaslıkta bu herkes vafasızlık veya ki mihirsizlik veya ki özünün mecburiyetini ada qılmağanlıq olmaslığı mümkün. Belki onun yana şu anlarımızdan kən qosaqlıqı. Boptu menden xatırlayacağım bulunlar, ben yana yaxşı türeyi vermə öydə. Şu olsa mən çoxum sizlərə havalı qılımən, yoki sizlərni izləyimən deb bizim könlümüzdə toq qılğanlıqı bilanmı münasibətlik. Şunaq bolğanlıq üçün qayıdımız həqiqi özümüzdən barlıq vaxtımızı, muhabbetimizni anımızğa berişqa yoki şu çoğunlarımızğa ata qilishqa ajırtıp bulamay qaldı ekanmiz. Siz mi şunda oylamısınız? Albatta şundaq oylaymiz. Endi ata-onamızning yeshi cho'ng bo'ldi ekan, bolalarmi cho'ng bordi ekan, bara-bara cho'ng bo'ldi ekan, ularning har xil ishlar bo'ldi ekan, hamda o'qitdi ekanmiz, xizmatga o'rlashtirdi ekanmiz. İşimizning cho'ng'ishiga ergishib, bizning munosabat doiramizni kenglaydi ekan. Shuningga endi shu sababli biz ota-onalarimizga haqiqatan ata-onalarimizning hojatidan chiqib olamay qoldi ekanmiz. Bundan sonra perviş kasbi bilan shug'ullanish va yoki perviş kasbi bilan shug'ullanuvchilarni birga jam qilgan bir shirkatni quribsiz. O'zingiz qo'l selib turib, shu boshqa oilalarga berib perviş xizmat bilan shug'ullanib boqqan vaqtlaringiz bo'lganmi? Albatta, bu ishni dastlabda boshlagan vaqt xizmatchidan bu kasbni men pek tushunib ketmayman dastlabda, lekin cho'qim bundan keyin jamiyatimiz mushu kasbga ehtiyojli ekanligini men his qildim-da. Ota-onamizning cho'nglarning cho'ng bo'lib ketishi, bolalar qaraydigan odamning yo'qligi mushu sabablikmi? Bundan keyin jamiyatimiz mushu kasbga ehtiyojli ekanligini men his qilib yetdim. Dastlabda men bu kasbni endi jafoliq ekanligini bildim, lekin bundaq jafoliqligini men faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Men faqat shu o'rnimni isil bizisam, xizmatchilarni akab tarbiyalablar oilalarga avatiblar xizmatga o'rlashtirsam, ularning maoshini bersam, deblar men nayta oddiy o'ylab boshlabdi ekanman. Mening bunda bir orzuyim borchi, Mehribon muallim. Biroq yaqinda bu orzuyim sal suzlab qoldi. U bo'lsa-mu, jiq pul topsam, xuddi bizning kino filmlarda ko'radigan chet ellarning, ishkir o'lkalarning o'yinlari bor, ajoyib chiroyli bir sanatoriyalar bo'ldi.
bu sanatoriyalarda buvay momaylar acayip ko'ngilli faoliyatlar bilan shug'ullanadi. Hatto rafiqasi tugab ketgan, yo'ldosh tugab ketgan buvay momaylar ashunaqcha tepishib qoldigan va yoki maskab qolsa, bolalar kelib to'ylarini qilib, shularning bishini bir qilib qo'ydigan. Aşı işlerini köygəndə ki, mən şundaq bir sanatoriya qursam deymə deydigan bir arzuyum var ki. Amma mana şuningdek sanatoriya qurgan birisi bilan o'tganda paranglashgandan keyin meniki bu qizg'inligimga biroqla sovuq suv sepdi. Chunki voy quya, ular azroq pulni berib qo'yib, sening beshig'ini uchoq etib etdi, vaqti kelgan chaqda ashada og'irib qolsa va yoki ma'lum bir hodisa bo'lib qolsa, qandaqli ish bo'lib qolsa, buning majburiyati bak ig'ir. Bu hargiz sen televiziyalarda ko'rgandek undaq oson ish emas deb menga shundaq bir javob berganda, hozir Aynur xonimninki gapini anglagandan keyin rost bu ishning tasdig'ini his qilyapman. Agar kunlarning birida shundaq yaxshi sharoit xiyollar bo'lsa, masalan, Bixrumam sizdan so'rab baqsam, yo'ldoshingiz bilan birga berib ashada tursak mayli degan o'ylab baqqanmi ko'nglingizda? O'ylagan. Chunki men bir qisqa filmda ishkirning bir ashtaq bir cho'nglanib boqadigan bir yan tunishtirgan bir qisqa film ko'rib qilib, shunchalik bir qiziqqandim. Chunki mening ikki o'g'lim bor. Bu ikki o'g'lim ikkalisi kino rejissyorlikni o'qidi. Bu bolalar biz mana kino bilan shug'ullanganlarmi, hammamiz san'at bilan. Bu kino rejissyorlik degan shunda bir japa uyda o'tmaydigan bir kasbchi. Bu bolalarim uyda o'tmaydi, ular cho'qim kasb qilish kerak. Ankin biz keyin yoshga cho'ngib qolsak, bizni boqadigan, bizni qaraydigan bolalar xizmat bilan kasb bilan aldirashib ketsa, biz mushtaqya kassak o'g'dak deb mana shu yo'ldoshimga azroq pulni neri qilayli masalan. Mustaq yerlarda keyingi ömrimiz bo'lsa, keyingi hayotimizni mushundaq yerlarda o'tkazsak, nihoyatda romantik, xotirjam, bolalar bizdan xotirjam, bizmi o'zimizmi bak ilk bolalar talmirib qolmay mishada cho'nglar bilan ko'rt o'ynab, paranglashib, mungdishib mishada o'tkazsak bo'ldi ekan degan onga men xili burilib kelib qolgan. Shu Aynuraning ma'liki tarjimonini va hikoyasini o'qiblar abay. Shundaq bir tonishvag'im, rost hissiyotim, bir tonishvag'im kelib ketdi. Aynuraning undidorini, telefonlarini elib olib qilgim keldi. Chunki bizning mening dadam bor, opam yo'q. Qaynopam ketdi, qaynopam bor. Hammamiz cho'ngib qoldi-chu. Ularmi ashta deydi. Sizlar bizning atrofimizda peqirab shundaq ansizchilikni jugandan balam. Ashta yaxshi, ashta bizni boqadigan yerlar bo'lsa, opir qo'ysanglar biz ashalarda do'st tepib, og'in tepib, ashad o'tkazsak bo'ldi deb ularningmi ilqi angliqchi hozir cho'nglarmi. Angliq tushundigan bo'lib. Shuningga men hozir o'tirib Aynuraning bu hikoyasidan rost endi hozir dedi-ku, oson emasga men oson o'ylab qoptiman deb. Bu cho'nglarmichu bizni kichigimizdan beqib cho'ng qilgan bilan yoshqa cho'ng bo'lgancha ularmi bir boladek bo'lib qoldi, shunaqa deyman Aynura. Osh bir kichik boladek, kichik bolani boqqandek boqdilar. Kichik bola. Hozir men shu Aynur xonimning hikoyasini davomli shundoq anglagim keldi. Chunki Mehrigul xonimga o'xshash angliq yusunda o'zlariningki keyingi masalan yashangandagi vaqtlarini o'tkazish xohlaydigan kishilardan boshqa yana ba'zi kishilar amalsizlikdan berib qolgan bo'lishi mumkin, ba'zi kishilar norozilikdan berib qolgan bo'lishi mumkin. Demak, har xil har yonz odamlarga uchrash jarayonida balkim sizlarning kayfiyatinglarni egiz qasib qilishi mumkin. Shunaqa hikoyalar bo'lamdi. Albatta bo'ldi. Hozir bizning xizmatchilar biz asosiyatdan oilalarga avatib, xizmatchilar parvish xizmatini qilamiz. Masalan, kichik bo'voq bolalarimizni 0 yoshdan 3 yoshgacha yaslixonalarga olmaydi. 3 yosh kirgichilik endi ota-onasiga, opasiga 6 oylik vaqt berdi endi. Shu 3 yosh kirgichilik ularni olib qo'ydigan qaray. Ota-onasi bo'lsa, ota-onalar qarab turdi. Ota-onalar bo'lmasa, u bolalar qaraydigan yer yo'q. Biz şu xizmatchilarni oilaga avatib, şu bolalar, şu kichik bolalarning ajdadan chiqib shu bolalarga qaraydi. Undan keyin doktorxonalarda cho'nglarga qaraydi, oilalarga berib, ota-onalarimiz o'zining ajdidan o'zi chiqadi, lekin yosh cho'ngaygandan keyin biz ota-onalardan nurg'un jihatlardan ansiraydiganmiz. Ba'zida unutib qoldi, gazlarni ichib qo'yib, toklarni ichib qo'yib degandek. Andaq bo'lgandan keyin biz oila xizmatchilarini avatdik. Mandaq avatish jarayonida biz boshqa nurg'un ishlarni, nurg'un qiyinchiliklarni beshimizda o'tkazdik-da. Endi buning ehtiyoj bek yuqori bo'lgandan keyin xizmatchimiz yetishmaydi ekan. Yetishmagandan keyin bir oilaga bir odam borgandan biz bir o'ringa, masalan, 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bu vaqt bolalarni 21 o'ringa ekansak,
5 pərvişkarımız şu bu vaxtlar qarsımı, yəni acıdan çıxalaydıkən dep oylab biz şu rayonuna 3 mərkəzini qurub çıxdıq. Şu 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan balalarning qarash o'rnidan 3ni qurib chiqdik. Bu vaqtlarning bo'pti, mayli agar ba g'alaba qilib kelsimiz yig'lablam qo'rqitish mumkin, undan boshqa urushib jidal qilib qapsaldigan ish yo'q. Biroq haqiqatan ko'z yumsaq olmaydi, ba'zi cho'nglarimiz bor, cho'ng bo'lgan seri mijasal o'sallashib qoladigan. Yana ba'zi atrofimizda az sondagi shundoq kasal sababidan, masalan, Alzheimer deymiz, ya'ni shu Naui suva shundoq meni yigilash, mush kasalga giribdor bo'lgan ba'zi cho'nglarda putquli nihoyat kuchlik, ammo nihoyat og'izdan sat gaplar chiqadigan va yoki ixtiyorsiz holda mushaq kasal sababidan o'zining avvalni ifodalab qo'ydigan ishlar bo'ldi ekan. Mushaq ishlarga yo'liqamsizlar? Voy, bunday ishlarga biz nurg'un yo'liqimiz. Bizning ko'nglimizni shunaq tushunibsiz ukan. To'g'ri deysiz. Men shirkatni yangi qurib, biz 60 ta xizmatchini tarbiyaladik. Bir oy tarbiyalab ishga o'rlashtirdik. Ishga o'rlashtirgandan keyin o xizmatchilar oilalarga berib xizmat qilib qaytib keldi. Bir uyning turmush odati bilan, yana bir uyning turmush mayli tamoq yeyish bo'lsin, mayli har qaysi jihatlardan hamda o'xshamaydi ekan. O 60 xizmatchini biz nihoyat o'lchamlik, yaxshi tarbiyaladik deb biz oilalarga ulardan oltisi qolib qolmagandi. Shunda bir ish olganda qildirdi. Oilalarga avatdik, siz ish qilib oldingiz, biz avatdik. Dastlabda birinchi qatimla bir onani avatdikda, yangi tug'utliqim 43 bir buvaqni boqadiganға o oilaga avatdik. O ayol shundoq yaxshi tarbiyalangan. Lekin afsus islom uyning egisi kapto bu xizmatchinglar faqat bo'lmaydi ekan, nadna keldinglar, bo'ldi bu xizmatchi to'xtab qolsin debli keldida. Bu nim bo'lganda biz shunday yaxshi tarbiyalagandik. Qaysi jihatlardan endi sizga yarmay qoldi desam, mushu kechasi shundoq uxlab ketdi. Bu adimiz bek uxlaydi ekan deb shu gapni dedi. Men dedim, endi har qanday xizmatchi endi 8 soat ishlaymiz. Bek ishib kelsa 10 soat, 12 soat ishlasak bo'ldi. Bu normal bir adam, bu 8 soat uxlash kerak kechasi. Kunduzi u bu vaqtni beqib shundoq yaxshi vaqt. Bizning nazarda bizning o'yga kelgan 40 kun jarayonida 24 soat mashina odamdek avtomatik xizmat qilish kerak deydi ekan. Shundoq. Endi dastlabda biz o xizmatchilarni tarbiyalashlarla bo'lib ketibdik. To'xtamlarimiz unchalik o'lchamlik emas. Shu asta-asta bizmi mukammallashdik. To'xtamlarga hatto bir kunda mancha soat ishlaydi. Mancha soat bizning xizmatchilarimiz uxlash kerak deb to'xtamga shu inchki nuqtalarni ko'rgizib Endi bizmi oz deganda 20 qatam o'zgartdik desak bo'lar to'xtamimiz. Demak, xaridorlar bilan tuzilgan to'xtamni qanday tuzishni xaridor o'zi yutadi. O'zi yutadigan shunday. Unda o'sha cho'nglarning yiniga borgan chog'da-chu. Cho'nglarning gapini tepasam bundaq hikoyalarim texmi jiq. Shu biz shirkatni ichib bir 2 oydan keyin bir xizmatchimizni endi doktorxonga, shu uchun doktorxonga opashningki bolalari bor ekan, kunduzi xizmat ekan, kechasi almashib qaraydi ekan, shuni odimi yetishamaydi ekanda bir xizmatchimizni avatdik. Deganda kapta yilqi xizmatchim mushu yuzida 5 qo'lning izi, mushu yuzi ishiblam chiqibdi, shaplaqning izi. Men qarab shunda qo'rqib ketdim. Voy, nim bo'ldi ukam, o'zingiz desam, mush taramlab degan yig'lab ketdi. Voy, nim bo'ldi desam, yilqi opash o'rnidan qop deli uxmayman deganda baq qattiq soldi. Endi og'zimni endi satgaplar bilan tilidi, mushta qattiq urib dedim. Voy, siz nima dedingiz desam, men kulib ketdim dedi. Shunchalik xo'sh bo'lib ketdim, eslab suyib ketdim yilqi xizmatchimizni. Endi biz o xizmatchilar ishga menishdan burun biz deymiz. O apash o'zining oldidan o'zi chiqsa, o'zi yaxshi bo'lsa, agiz bizga tushmaydi, bizning shirkat kelmaydi. Balkim ekspres gaplarni qilib qilishi mumkin. Sizlar yerda qat'iy o apash bilan yamimandal qo'yniga bormaysizlar. Faqat sizlarning xizmatinglar o, kasbinglar. Sizlar o'zingizlar tegishli shu xizmatni qilsanglar bo'ldi deb shundoq avatimizda endi. Atsi shundoq kapdi. Bizning kechibay ishlaydigan xizmatchilarimiz bilan kunduz bilan ishlaydiganlar ayrimda o qiz kechibay ishlagil ketgan. Attigini shundoq ketdi. Shundoq yurkim og'irdi, endi yurkim og'ir deb o xizmatchilarning oldida men yig'lab bersam bo'lmaydi-da. Men texmi ularni rag'batlantirishim kerak. Bundoq misollar bekchiq uchraydi bizga. Albatta, Xosiyat xonim albatta so'zlab misha kelgan chog'da bir narsani o'yladim.
Pərviş xizməti yoki pərvişkar degan bu atalğı balkim avtonom rayonimizdagi ko'rinmalarga nisbatan yangicha bir atalg'u tuyulishi mumkin. Biroq ichkiri o'lkalarda bo'lsin va yoki taraqqiy topgan ellarda bu muqim bir kasbga aylanib, hatto bu kasb bilan shug'ullanuvchilarningki maosh kirimi intayin yuqori bo'ladigan, o'zidan to'lagan badliga tushliq soatga qarab turib ish haqi oladigan, nihoyatda muntazamlashgan bir kasbga aylangan. Agarda sizning atrofingizdagi birisining o'ziningki opasini, dadasini parvishkorlarga topshirib qo'yganligini va yoki bolasini parvishkorlarga topshirib qo'yganligini anglasangiz, sizda qanday bir pozitsiya, holat, kayfiyat shakllangandir yoki nima o'ylaydigansiz? Abayınızı Aynur'un gibini anlab, işte bir men doğup da kızım 40'ım çıkmagan vaqtida doktorxonaga kirib qoldik da, bir ish esim kelib qoldi. Yenimdeki bir yoldaşını bir ayol şunçilik yaxshi baktı. Men hatta çıkışki bir 2 gün qancha o'ylamaptım men parvishkorligini. Kecha kunduz yotudu, aşağı qopudu, şunçilik yaxshi qardi ya. Şo'lan necha kun gap qilmaptım men o'zimizning ahvolida. Bir kun anetken sizning opang bek japatdatdi, bek yaxshi qariya oladi bolaga desam, yo'ldoshimda qaysi opam deysan dedi. Apançı hazır suxanlıq çiketke apançı olsam bu apam emas. Bu bizim işte teklif qilgan parvishkor, USO dedi. Hatta endi 2006-yil bo'lsa shu vaqtda uqum yo'q ekanda bizda endi. Urug' tuqqanlar yordamlashadigan, yaqin tuqqanlarningki bolalarni kelib bizga tan qarashib beradigan bir ularga azroq odamgarchilik qarzi bo'lgan. Ularga lekin muntazam abay Aynur degandek mesela muntazam to'xtamlashib, sen nima qilsa biz nima qilamiz degandek, ama to'xtam degan bek muhim narsa-ku. O'zaro bir-birini hurmatlagan asosda bo'ladi ham ish to'xtam bo'lsa. To'xtam bizda burun to'xtam bo'lmagandiki xals ketadi. Xals yamanlaydi. Xals yamanlab qoladi. Şonlaşqa siz bunu anlamış düşündükkensizdə. Men şu 2006-yildan boshlab menda bir ufqum paydo bo'ldi. Ayıp emas, bir-birimizga jafo silishning faqat hojati yo'q. Endi u mehribonlikni cho'qim balkim sanatoriyada bo'lsa o'zining tangqurdoshlari bilan mungdishib yaxshi o'talishi mumkin. Yaxshi degan vaqtida tamoq dal vaqtida pishishi mumkin. Dal vaqtida do'risini kutkuchi xonim qizlarimizninki tavsiyasida vaqti-vaqtida do'rini ichib olishi mumkin. Agar uyda bo'lib qolsa biz ishdan tushib uyga ketib qolsak, tuyuqsiz bir ishimiz chiqib qolsa, men sal kechikmayman, sen do'rangni ishga tamqan ya deyishimiz mumkin uyda bo'lib qolsa. Ya shu uyga mangan bo'lsak, yo'lda u yana bir ish chiqib qolsa, biz degan vaqtimizda berib yo'qlayolmasligimiz mumkin. Şonlaşqamda parvishkor men mush programmaga taklif qilg'ichi bo'lgan arliqdimi, bu kasbning ish qilib bek ulug', bek yaxshi kasblikni o'zim bek Aynurga nisbatan bir opirin o'qig'im kelgan. Ondan abay yilqi qizining hamda ko'nglingizni faqat yerim qilg'im yo'qdi. Qizingizningki shu bir azroq hodisiga uchrash sababidan bu şirketni qurib qopsiz, endi qaytlab so'rab baqsam, qizingiz qo'li hodisa uchirdi dedi, endi ya kichik pichoq kesib oldimi, ya qaynoq suv to'kilib ketdimi? Endi nima sababdan shunda bo'lgan? Anglash imkoniyati bormidi? Xo'sh, anglab baq. Şirketi alayda talab qilgan. Şinjan Abida kasbiy pay cheklik şirketi strategik hamkorlashgan. Qizim siz dadingiz bilan qap qiling. Men kelib sizni o'ynatqili aparman, siz turib tursangiz men birdamdil qaytib kelman deb qizimni qo'yib qo'ydim. Qizim qoldi, men ketib qoldim. Men doktorxona tekshirtib, kaychilikni arliqda menga telefon kelib qoldi-da. Telefonni olsam, qizingizning qo'lini bir uskuna azroq jijivatdi, udul doktorxonaga aytdi, sizmi udulmi shu Jangong Yuan. Shu doktorxonaga borsangiz bo'ldi desam, men faqat undaq cho'ng ish bo'lgandi deb men faqat o'ylamabdiman. Men udullu doktorxonaga bordim. Doktorxonaga borsam qizimni operatsiyaxonaga akir ketibdi. U chaqlarda endi mening yo'ldoshim shu maktabning oshxonasini ko'tarib olgan. Oshxonasini cho'ng oshxonada. Qizim men ketibdiman, qizim dadasining qashig'iga yugurib kirsa, dadasi bir sil paranglashib o'tibdi. Teshik qarsa, bunda xamir yug'urish bir mashinalari bor, bilsizlar. Bunda chaqliq, ikisining oraliq xamirlik chaylaydigan cho'ng bir uskuna. Şu üskün çögülep
xəmirni bizning aşpaz balalar içiga akirib etib chiqishliqning orlig'ida u qizim u suvmidi nimda o'ynaydigan narsami deb qo'lini mushtaqla tiqibdi shu qo'lni butun mush bilakkicha akir ketibdi u uskuna uni men taqa o'qimayman doktorxon bo'lsam apreska akir ketdi dedi bu kichikin surilib ketgan yana nimda apreska akir ketdi desam men ig'ray xuanki yo'ldashim urug' tuqqanlarimiz berib bo'pti tat huqamaslik uchun aytdi chiroyli tikib qildi ekan anandiki mas qilib tikkan ekan ichida o'zg'aroq uxlaydi ekan desa men shunda xotirjam o'ltiribdiman u aprastimo 8 soat atrofida chiqdi ajab chiqmaydi deb shundoq tutidildi dedim pushaymonnimi qildim endi u chog'da men ham undoq cho'ng bo'lgandi deb o'ylamadim-da 8 soatdan keyin qizimni aprastdan ochiqdi shu butun mush bir tarafi teng'iqliq mushu qo'lning uchi azroqli ko'rinibdi qolgan hamiyan teng o'tibdi chiqqandan keyin u qizimning masligi chala yeshilibdi shundoq shok qiz bo'lgandan keyin u naqsh etgan petim bilib bilmay ashdan naqsh etib chiqdi og'riqlarni sezmagandan keyin yataqqa akirib o'rlashtirdik tuqqanlarimiz ham sen ketgin biz qaraymiz dedi men unimay yana qolib qoldim u yerda qolib qilib atsi dori almashtirgan chog'dimi yana meni turg'izmadi u yerda bo'lmaydi anasi tursa bo'lmaydi biz tuqqanlar almashtirgan biz turayli dedi 3-4 kun shu ajab cho'ng teng o'tibdi desam ular cho'ngaroq tangmasa bolalar medirtib sho'xlik qilib terlar nima bo'lib ketadi joyi turmaydi desa men shuning ishini bilib qolibdiman 4 kundan keyin o'zim qandoq kirib qoldim shu jurnning ishxon doktorning shu bo'limning boshlig'ining qishiga kirib qizimning qo'li bek satat qo'yib qolarmi keyin ham bu tatuq qizimning ko'ylaklarni kiysam desa ko'rinib qolarmi qandoq bo'lar deb men mundoq kiribdimanda kirsam meliqi jurnalistmanga qarab sen qaysi qizni bo'lsa 4 yoshli kichik qizni demsa deb desam bizda u qo'lni saqlab qolishni biz bir narsa deyolmaymiz sen u qo'lni saqlab qolishni sen o'ylama biz faqat endi shu yangni to'piga turib yotgandek go'shtning hammani shu miyaga ochiq yetibdi endi bilakdiki biz shu terlan joyiga akilib faqat tikibli qo'ydik endi u tutamdi tutmamdi qalla yurishamdi yurishmamdi uni biz bir narsa deyamaymiz navoda endi go'shtlar ses matarafga o'tib kelsa qo'lni avatmasak bo'lmaydi dedim chaqmoq chaqqandek bo'lib ketgan shunchalik endi u chog'dagi hissiyotimni hozir tasvirlab beramayman shunchalik eg'irmi desam biz qildik hamma go'shtlarni bir yerga akab tikdik ilmi so'ng shunchalik chaplishiqliq to'mirning orasida shunchalik nepizg'o endi qog'ozmi aram patqadak shu to'mirning ichida so'ng saqabdi bolalarning so'ngki kichigida yumran bo'ldiga o'xshaydi u nepiz besib yana joyiga kelib qoldi ekan joyiga kelib so'ngning faqat yerdaz chiqmabdi lekin butun go'sht titilib ketibdi shu go'shtlarni joyiga akilib tikdik faqat biz buni bir narsa deyamaymiz dedi necha kun tomoq yemagan bo'ldim shundoq ansirdim yig'ladim u o'rniga kelmaydi ekan ming pushaymon qilgan bilan yana o'rniga kelmaydi ekan 3 oy yotdik 3 oydan keyin ba'zi yerlari tutibdi yana ba'zi yerlari faqat go'sht tutmay shu ter ko'chirish operatsiyasi qildik shu cho'ng yutisidan go'sht ilib qo'liga chapladik u operatsiya muvaffaqiyatli chiqdi-yu endi tatuq bek cho'ng qo'lni saqlab qoldik uning ming shukr dedim asosiyatdan endi qo'lning taraqqiyoti osti bo'ldi lekin shu tatuq mayda cho'ng bo'ldi so'rab baqsam shu qizingiz nima o'qish bilan shug'ullanadi yoki ishlayotganmi shuni bir deb bergan bo'lsangiz u qizimning endi qo'l og'riq bo'lgandan keyin biz kichigidan so'zlar ishkimiz bu qizimiz cho'qim o'qituvchi bo'lish kerak o'qituvchi bo'lsa ig'ir ishlarni qilolmaydi qo'llay bara bek cho'ng taraqqiy qilmagan keyin so'l qo'ldan o'ng qo'l sal kichik o'ng qo'lda faqat qalamni tutamidi shu chog'larda so'l qo'lda xat yozdigan bo'ldi siz o'qituvchi bo'lsangiz bek muvaffaq keldi sizga siz cho'qim bek yaxshi o'qishingiz kerak siz o'qituvchi bo'lsangiz o'zingizni shundoq jonliq mos keldi
tirishib o'qing dedik. Endi kichik boshlang'ich vaqtlarda ancha his qilolmadik qo'lini. Şu toluqsuz o'tirg'i chiqqan chaqda nayt jimg'ur bo'lib ketdi bu qizim. Savoqdoshlar bilan aralashmaydigan, odamga xiyaga bormaydigan, gap xolamaydigan shundoq bo'lib ketdi. Men to'xtamay o qizimga endi tasallilarni berdim. Cho'qim nega o'sa apirib men sizning qo'lingizni davolatman. Yana necha qatim ter ko'chirish operatsiyalarini qo'g'izman. Ammo shu Shinjongning ichidagi cho'ng doktorxonalarga olib Hammasi dedi bu cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Hazır ilqi bedeni kichik bo'lgandan keyin ilqi terlar qalin, go'shtlik emas. Hazır operatsiyalar tez muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Yeshi sal cho'ng bo'lsa, 18 yoshdan oshgandan keyin andin operatsiyalar muvaffaqiyatli bo'ldi. Cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Hazır shundoq tajribalik bo'lib ketdi, ilg'orlashib ketdi deb degandan keyin men qizimga shu tasallilarni berib, to'liq o'tirg'i chiqqandan keyin u qizimning psixik jihatdan monaydi sağlam bo'ldi endi. O'zimni to'g'ri tushunadigan bo'lib, bizmi gap qilib, siz bek jonliq, siz bek ilg'or, siz bek aqlliq deb yurib, u qizimning psixikasini monaydi yaxshilab qildik. Mush oliy maktabga imtihon bergandimi, qizimga biz faqat arzu to'shqizganda boshqa kasblarni tanlag'izmidik. Mushu mayli Shinjongdagi bo'lsin, mayli ishkir o'riklarga butun pedagog universitetlarga tizimlatdik. Shu arzu to'shqizganda shu arzularni to'shqizib, oxiri Tianjin pedagogik universitetiga o'tib, shu maktabni bitirdi. Hozir u maktabni bitirish jarayonida mushu psixik kasbni siz cho'qim shu siz qo'shimcha o'qishingiz kerak deb biz zo'lab qo'sh kasblik maktabni bitirdi. Psixikani shanshoviy bo'ldi. Shu kasbni bitirib, onun için işkirde okugandan keyin o qizimning bütün diqqati, bütün xiyoli dars bilan bo'lib ketgandan keyin, psixik o'qigandan keyin o texmo ilqi uni ilqi u bir cho'ng ish emas-ku debchi, kalsidan chiqarib o'tgan to'g'ri angliq tushunadigan bo'ldi ekan. Hozir o'zi Tianjin Davlat zamin boyligi institutida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Qolib qoldi, imtihon berdi. Demak, Aynur xonim o'ziningki Parvishkorlik kasbida o'ziga tushliq natija qozongandan boshqa yana ana shu kichik vaqtida hodisaga uchragan qizining sog'lom bir psixika bilan to'g'ri bir dunyo qarash bilan o'sib yetilishida nihoyat yaxshi bir parvishkor bo'libdi. Demak, parvishkorlik amaliyoti o'zingizning farzandlaringizga bo'lgan ruhiy jihatdan parvish qilish, jismoniy jihatdan texnik yaxshi parvish qilish bilan boshlanib, oxirida yana boshqalarga o'zingizning nuringizni bera oladigan bir quyoshga aylanibsiz. Buni biz xursand bo'ldik. Hamda da mush kasb bilan shug'ullanish jarayonida abyandlik nurg'un jafo mushaqqatlarni tatdim va yoki nurg'un odamlarga uchirdik. Uningdan boshqa parvishkorlarning o'zini bir yerga jam qilib, shularni xizmatchiga aylantirishmi ba'zi mushkul bir ish bo'lishi mumkin. Joy-joyidan kelgan odamlarni bir yerga yig'ib turib, ularni parvishkorlik xizmati bilan shug'ullansizlar. Navbatlarning tapmoqchi bo'lgan pulinglar mana mushu odamlarga xizmat qilish jarayonida erishilgan sizlarning kiriminglar bo'ldi deb ularning idisini o'tkazishmi bak tasbirish bo'ldi. Shundami emasmi? Albatta shundoq bo'ldi ekan. Ammo bu kasbni qabul qilolmayotgan, buning iqtisodiy unum shunday yaxshi. Nihoyat jafo tatmaydi, sovuq ko'maydi, issiq ko'maydi, chiqimmi qilmaydi hattochu. Shu kirimi saqlam o'ziga qolib qoldi. Masalan, bizning shu bovoqlar parvishi endi 40 kunga 40 chiqarib berishimiz, uning endi bizning xizmatchilarimiz darajaga bo'lindi. Birinchi darajalik onamiz shu 40 kunga 4 kun damlashni chiqarayotganda 36 kun bo'ldi. 15.000 koy maaş aldı. 36 günde 15.000 koy. İkinci dereceliği 10.000 koy. 36 gün bir ayda 15.000. Birinci derecelik bizden toğutanımız 15.000. Onun üstüge yediğini, içtiğini hemiz şu öyle. Cepat atmaydı, soğuk kömeydi, ısık kömeydi. Saklı kırımda bu. O cihetlerden terbiye. Bu bala doğulgan aldık 40 günde öyük soğuk salamlacık kep durdu. Yediğini, içtiğini elbekçilik buludu. Şundak. Şundak. Şunda bolsun mu? Şunda bolsun mu layın taza qalmaydı işləşni? Qalmaydı. Asasiyyətən biz əmdi Şinjanның arqas caylardan əkilmiz, əmdi xizmətçilərimizni. Əkəb işə kirişdən burun ulan tərbiyələyimiz, məyli psixik cəhətdən bolsun, məyli tamaq etiş, məyli əmdi o Şinjanның arqas caylardan kəygəndikin bulub məmdi dixan ayallarcıq qaraq buldu. Ulanın turmuş adəti bilən bizdən turmuş adətimiz oxşamağandan bizge şu 10 gün terbiyeler bulup, onun iş uğurlaşıp boğandan keyin biz şu abaytın dep edim o derece boyucu buldu dep. Yeni kelgenleri sel töven maaşqa işleydi. Bizden yetekçimiz şu günde deydik şu öyge billa barıdı.
күнді бір сәт назаратчылық қылды. Bu vaqt uzargan siri, konargan siri ulama ustulup birinci derecelik an tarafga. Derecesi şunun. Əməliyyatda faqat g'ayrat qilsam, oxirgacha davomlashtira olsam, tuvandan yuqori qo'yib oxirida yetakchi ustolib ketishi mumkin. Shundoq bo'ldi, ha. Biroq bu shu mezgilda yana ba'zilar chidamasligi mumkin bu xizmatga. Mening yanılı shu cho'nglar, chunki bizning oilada va yoki bizning atrofimizda ota-onamiz cho'ngib qolayotgan qurdoshlarimiz kundan-kun ko'payyotdi. Balkim bolalarning qirqini chiqarish qandaqli bo'lsa bir uyda hal qilib ketgili bo'lgan bir chora bo'lishi mumkin. Chunki eng oldi bilan shu buvoqning opsi imkon qadar az yenida bo'ladi. Eng oldi bilan uning bevosita qo'g'dug'isi amisi yenida. Biroq cho'nglarga nisbatan farzandlar endi o'pilmaydigan ahvol bir qadar ko'proq. Shunlashqa faqat shu parvishkorga tashlab beriblam, o'zi toza ko'ngil bo'lib bo'lmaydigan ahvollar jiqroq uchraydi. Hozir Asqar akamdan agarda kunlarning birida xizmat aldirashchilik sababidan farzandlaringiz sizga shunday bir parvishkorni tepasa, siz balalaringizdan ranjimsiz, ko'nglingiz yerim bulamdi. Yoki buni qanday asosda tushunasiz? Endi ben şununla aldı bilen ailede mesela perzenti var ailege saldıgan desmayı perzentçu. Şuna. Şunga men hazır kadar men de ba imkaniyetim bulsa, vaktim bulsa, cıkırak perzentlerimge bir emre olsam cıkırak balanı ba nesrimni birinciden bizde atı boğularımız kaldırıp ketken yakışı akıllıya sözlerimiz var. Eğer de senin kızın boğan olsa, yakış keygüzüp, köngülünü öttürüvat. Oğlun olsa, yakış yigizip, köngülünü östürüvat deydiğen. Şunlaşkan bir ballarımızdan birincinin akidilik bir çoğuluş için, çünkü akidilik adamda bir mihriballık buldu degen gap. Şunlaşkan demiş ballarımızın çoğunğa vaxtıda faqatla beqish emas, bizga bir mehribanligini bir qaldırsa, bir muhabbetini bersa dem. Ata-onalarning mı kerak shunday. Mesela mening apam hozir cho'ng bo'ldi. Men vaqtim buslan berib mo'ngdishim. Har qatim bag'ish apamning hikoyasi tayyor bo'ldi. Men apamning hikoyasini anglayman. Ang'ish men birmush hikoyalarim bo'ldi. Men ularni berib apamga hikayelerimi okup verme, anankin bir oturup tamakta oturup neyme. Hazır hem de kudi sen sorğandek eş bulmaganda biz ballarımızı yaxşı terbiyelisek, ballar bizni keyinki vaqtda bir muhabbetsiz qo'yib qo'ymasa, biz albatta atani qalmaymiz da. Aytganda davatimiz altı bir ana altı balını çoğunkan bilen altı balı bir anını bakamayın diyor gibi. Ama ne için bakamayın? Çoğun bunundaki sebep vakit meselesi, kısat meselesi emez. Fakatla bir yürek, bir muhabbet meselesi var bir yerde. Biz çoğun vaktimizi çıkarsak onu iş kandak nesim. Bu dünyanın işlerine, kısatlarına, vakitlerine hiç kim ülgürüp bulamağın emez. Fakatla bir anımız yalnız kapı kalmışsa atımızdan amanette bizi kaldırıp kalgan. Atımız yalnız kapı kalmışsa hiç muğanda anamınki bizi kaldırgan amanette biz muşu akidilen bulduk ki çoğun vaktimiz çıktı bu nesle geçiyor. Mağın nispeten ait yaxşı bir cevap oldu. Çünkü Asqar akamning bu sözden biz qandaq bir xulosaga bo'lalaymiz deganda beqish baxmaslik bilan muhabbetini berish bermaslik bu ikki huquqqa. Shunday. Balkim ba'zi kishilar beqiyotgan bo'lishi mumkin, ammo qandaq beqiyotdi? Haqiqiy turda muhabbatini, shu zehnini, rishtini beryapti. Yana ba'zi kishilar qarab bulanmayotgan bo'lishi mumkin, ammo o'zi qaragandimi ortiq holat xuddi Xosiyat xonim doktorxonada yotganda hali qiyinidagi odamni bir ayoldan kelib qarag'aniga o'xshash, shundoq yaxshi o'rinlashtirish qilib, opasining, dadasining yaşanğan vaqtida yoki cho'ngib qolgan vaqtida yolg'iz qolmaslik uchun va yoki tamtirab qolmaslik uchun nihoyat yaxshi o'rinlashtirishlarni joy-joyida o'rinlashtirib berishning o'zi bu nihoyat bir yaxshi bir mehr muhabbat yetkazish deb o'ylayman. Mening shunday bir odam bor, opasi uyda yolg'iz. Albatta bu odammi nihoyat aldirash xizmat qiladigan hukumat o'rinda ham nihoyat olqishlanayotgan yaxshi bir kadr. Shunday bo'lganlik uchun atdeganda opasi qarashga imkoniyatsiz, ammo uyga kirsa, xuddi televiziya stansiyasiga kirgandek his qilib qolsiz, uyning hamma yerida kamera bor. Bu kameralar 24 saat apsının nerede oturup nerede turvatqanligini ko'rib turadigan ovozli telefonda paranglashib turadigan. Menimcha, mana mushuning o'zimi bir turli ko'ngil bo'lish. Ya'ni apsi bir yerda uzroq o'tirib qelyapamdi, yetib qelyapamdi, agar uxlayotgan vaqt 1 soat 2 soatdan ishib ketsa chaqirib baqadigan. Balkim
hamma odam o'zining sharoitining yar berishicha, o'zining kuchining yar berishicha cho'nglarga muhabbat yetkazishi mumkin. Demak, parvarishkorlik xizmati dal shundoq iqtisodim bor, lekin vaqtimni faqat yetishtirib olmayapman. Idoram bak aldirash, endi tashlab chiqib ketay desam, yana mening to'yinimda bolalarim bor, oilam bor deyotgan nurg'un ota-onalarga nisbatan ularning ota-onalaridan xabar ilishidagi nihoyat yaxshi bir bo'shliq bo'libdi. Mush jarayondan nurg'un riyozat otibsizda shaxsan manga qo'yversa balki men parvarishkorlik xizmati bilan shug'ullanmasligim mumkin. Shaxsan Mishad o'tirgan hech bir suyumlik mehmonimizmi yugurib chiqib bo'ldi, men bundan keyin parvarishkor bo'lib ketay demaslik mumkin bo'ldi. Mush ishimizni o'zimizning olimizdan xabar elib, navrlarning oldin xabar elib, bolalarni cho'ng qilib, cho'nglarimizning oldin xabar elish nihoyat buyuk bir ish bo'lib qoldi deydi. Undaqda siz ishkilinib baqqan vaqtingiz bo'lganmi? Ajab mush xizmat bilan shug'ullanibdi, men qilmasammi bo'pti deb tashlab o'tishni o'ylash baqqan vaqtingiz bo'lib baqqanmi? Asosiyatim bunda xiyolga kelmadim desam bo'ldi. Men haqiqatan o'zim yaxshi ko'rganman bu ancha chapaloq keltirishni yaxshi ko'rmadim ham siz. Mushda vaqtni yaxshi ko'ramsiz. Men endi men yaşamacha men nurg'un kasblarimni almashtirganmi bo'ldim-ku. Men har qanday bir tijoratni qilay, mayli bir ish qilay, men o'zim nihoyat suyib qildiganman u ishni-ku, yaxshi ko'rdiganman. Shu masalalarni qanday qilsam texim yaxshi hal qila olayman, texim yaxshi bir taraf qila olayman deb o'ylab o'tirib, kech kunduz shuni xiyolda bo'ldiganman-da. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani o'zgacha tam tetitqo'llari har millat xaridorlarning olqishiga erishgan Xinjiang o'zin yemeklik taraqqiyot cheklik shirkati tojdorligini olgan. Xinjiang Bakira xalqaro savdo cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Reli savdo cheklik shirkati qo'llagan Anikais programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Biz bu sam programmamizda parvarishkor ana Aynur xonim bilan birlikda suhbat bo'layotimiz. Uning kishini hayajonga soldigan hikoyalarini anlavatımız. Bəzən yalğız qalğan bu aylar, aşnaq ayal parvarishkorlar bo'lgandan keyin bir uyda yashash jarayonida yoki atdigandek kechdi ketib oldin xabar elish jarayonida bundaq bir siqchilik o'tishib qolgan ahvollarmi bo'lib qoladi? Bo'ldi, unaqa ahvollarim yo'q deyilmaydi ba. Qattiq qarashtiramizda yoki bir şey yo'q, unda qilmaymiz. Endi unayda az uchraydi. Bu paqqanmi? Bu paqqan unda ahvollar. Bizning ma'lum shu bir bovimiz shunaq bo'ldi. Endi bizning o parvarishkorlarimizning hammasining yeshi bak kichik emas, cho'ngaroqlarim bor, ular mas kelgandan keyin biz to'xtamlarni oyoqlashtirib, uydagilar deyishib faqatlam endi bir xizmatchimiz bo'lsa-mu, bir turmushi oylik bo'lib qolsin deb undaq ishlarni bu oymi oyda pul to'laganda maoshkorimni tutqizib qo'yay debdi-da qaraganda. Umi bir suyumlik bir ishga. Demak, bu amaliyotda bu jahonning ayt muhabbat ekanligini, amaliyotda ota-onalarimizning xuddi asqarqam degandek parvish qilishdan kerak muhabbatga, kuyinishga, amra bo'lishga ehtiyojli ekanligini bizga yetilib olaydi. Demak, mana bu shuningdek bir suyumlik hikoyadan keyin Мәлләмә сихралдык нургын достарыбыз җәмгыятебездә парвишкарлык кәсбидән ибарат наит кешене сөендирдиган бер кәсбнең барлыгы. Бу кәсп белән шөгыльләнгүчеләрнең куллашка төшенешкә мохтаҗ икәнлеге һәм шундыйлар ихтияҗ моны шу кәсп аркылы үзенең баш кытынчылыгын бишидәге гамны юк кыла алайдыганлыгын билеп алды. Бәлким достарыбыз диккәт кылды, Айнур ханым бүгенге хикаясен безгә әйтеп бер җарыянда фақат кызыңызның дадысыны тилгә алмадыңыз. Яна тилгә илеш ва як мушак тазрак сүзләш кулайлыкмыды? Buldu. Hem de bu işlerde hem de yo'ldashimning rolü en çoğ desem buldu. Kızınızın kolu zahmelengen çağda muşu işin beşide yo'ldashingizning bor ekanligini tilga bilan o'tib ketdingiz. Boshqa yerda yo'ldashingizning ismi chiqmadi. Programni ko'rganda ochiqlab qolmasin. Ras. Endi yo'ldashimningki rol pek cho'ng. Yo'ldashim o'zi xizmatda, o'zi ishlaydi, lekin kaynimda turib bütün rag'batni shu yo'ldashim berib turdi. Mening shunda beshim qotdi, nayt qiyinchiliklarga uchrayman. Uyga shunda sulg'un holatda bormanda, uyga borgandan musha qiyinchiliklarga uchirdim. Qanday qilaman? Ma ishlarni qanday qilaman? Ani qanday qilaman? Sen cho'qim qila olaysan. Bu degan qiyinchilik emas. Sen cho'qim qila olaysan. Yanında men bor, urug' tuqqanlar bor. Uni men ishimma deb menga cho'ng bir yo'lak bo'ldi. Endi shuning şu rag'batlar bilan, gaplar bilan men texim ruhlanib ketaman. Shunlashqa yurkingiz to'q qoldi bu kasbni davomlashtiryapsizda. Bugun yo'ldashingizga shu munosabat bilan salomimizni yo'llaymiz. Ham shundaqla izchil turdi sizni qo'llab, teximi ko'p oilalar yo'liqayotgan parvish xizmatidagi qiyinchiliklarni hal qilishingizga Xinjiang Abida kasbiy pay cheklik shirkati strategik hamkorlashgan.
bedelik, vay bedelik, bedelikte izimiz. Bizni bundak küydürgen man karanqinin, ay bulakta küzimiz. Kaldığımız bedelik, vay bedelik, bedelikte izimiz. Bizni bundak küydürgen man karanqinin, ay bulakta küzimiz. Bizni bundak küydürgen man karanqinin, ay bulakta küzimiz. Tutta çasam müllaydu, şohbedigi çaldaydu. Tutta çasam müllaydu, vay şohbedigi çaldaydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Bu yeda ayvan, vay ayvan, men yatmayman güzel yar. Yar diyen sendek bolsa man karanqinim, yar tutmayman kendi yar. Özkan bu yeda ayvan, vay ayvan, men yatmayman güzel yar. Yar diyen sendek bolsa man karanqinim, yar tutmayman kendi yar. Yar diyen sendek bolsa man karanqinim, yar tutmayman kendi yar. Tutta çasam müllaydu, şohbedigi çaldaydu. Tutta çasam müllaydu, vay şohbedigi çaldaydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. İşik aldı gülçekte, muz peyda bulup kaptı. İşik aldı gülçekte, muz peyda bulup kaptı. Kızın yala yakşidi man karanqinim, hal peyda bulup kaptı. Tutta çasam müllaydu, şohbedigi çaldaydu. Tutta çasam müllaydu, vay şohbedigi çaldaydu. Yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Tutta çasam müllaydu, şohbedigi çaldaydu. Tutta çasam müllaydu, vay şohbedigi çaldaydu. Kızın yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Kızım yala yirakta man karanqinim, bugün nete kelmeydu. Şu münasebet bilen meni yakından qollab, quvvatlab, manga yar yülekte bolatgan yolduşumga, ata-anamga, urug' tuqqanlarimga rahmetimni bildirmen. Sizga köptün köp rahmat. Programımızın ahırda Şinjan Berginaz Xalqara Sodiçeklik şirketi alayda siz üçün təmin etken bir dane oltun üzük. Onundan başqa Berginaz namidiki şu məhsulatlarını sizga köngül soğuğuz qıldıq. Yaxtırıb işlətkəysiz. Hoş ekran aldıdaki aziz görmələr. Şunun bilan Şinjan Özçin Yeməklik Taraqqiyat Çəklik şirketi tajdarlığıdaki Şinjan Bakira Xalqara Sodiçeklik şirketi tələb qılğan, Şinjan Relis Sodiçeklik şirketi alayda qollagan Anikaysa programımız müşahada axırlaşdı. Mən riyasetçi Nicat Vəli Yaqub, Kingsan programımızı görüşəydi. Eyvallah.